Hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Tuzumsizlar, charchamayapsizlarmi? Wildberries temasi bo'yicha mana ko'p insonlar mana yozyapsizlar. Har bittangizga o'zim lичный jo'natyapman. Aytaman, kommentariyada pil so'zini qoldirgan insonlarga ko'plarni profili zakrit profiliga men jo'natolmayapman. Profili zakritda bo'lsa, menga lичный o'zimga SMS yozing. Instagramda har bitta insonga o'zim javob beraman. Silka bor, Telegram kanalimizga o'tib silkani ustiga bostirib obuna bo'lib qo'yinglar. Siz qidirayotgan har bitta informatsiya kanalda bor. Birinchi yozishdan oldin tepaga chiqib turib bitirib o'qib chiqsangiz, Telegram kanalimda shapka profiliga ham zakrib etib qo'yganman. Hamma ma'lumotlarda. Bemalol tushunmagan ma'lumotingiz bo'lsa, yozsanglar bo'ladi. Men yana bir marta tushuntirib o'taman. Biz brend bo'lsangiz, biz brend Oldsot liniyada Toshkent shahrida o'zida ekan. Oldsot liniyada bo'lsangiz 600 ming so'm, brendingiz bo'lsa Oldsot ishlasangiz 750 ming so'm. Yana ikkinchi moment, esa 9 soat ishlasangiz Toshkent shahrida o'zida smenada zakaz beradimi, bermaydimi? Brendingiz bo'lsa 1 million 125 ming so'm to'lab berilar ekan har kuni. U bir haftada bir marta oylik balansiga tashlab berilar ekan. Reklamalarga kirishadigan bo'lsangiz, mana bu yopishtirilgan nakleyka kompaniya tomonidan besplatni yopishtirib beriladi. Razрешение hamma tomon ruxsatnomalar hammasi olib beriladi. Bu ham hammasi tekin. Registratsiyadan o'tganingizdan so'ng yana o'sha через taksopark orqali очередga yoziladi именно brendga. Hozirgi vaqtda cho'zilyapti deyapti. O'sha registratsiya chunki обращение juda ko'p tushgan. Bir 7 kun 10 kungacha cho'zilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, mana mana o'zim Instagram profilimga yozsanglar, sizlarga gruppaning silkasini tashlab beraman. Hamma ma'lumotlar bor. Instagramda istoriyada ham har bittasiga qo'yib boraman. Telegramimda silkasi bor. Bemalol o'tib turib murojaat qilsanglar bo'ladi. Kim foydalanmoqchi bo'lsa, bemalol tanishinglarga taksi tanishinglar bormi? Yandex ishlab qiynalayotganlar, misol pul topish hozir vaqtda og'ir bo'lyapti. O'zim ham misol lичный Yandexda yuraman. Qo'limdan kelgan bu faqat savob ish. Bu yerda misol men kimdandir manfaat kutayotgan joyim yo'q. Menga Wildberries pul to'lab qo'ygan joy. Sizlarga prosta foydam tegsin deb turib qo'yaman. Hammangizga tushunganingiz uchun rahmat. YouTube kanalimizga keladigan bo'lsa, YouTube'da har bittangizga misol pil so'zini qoldiring, har bittangizga SMS yozganingizga atvet yozib silkani tashlab qo'yaman Telegram kanalimga. YouTube'da ham profilimga o'tsanglar, glavnisiga profilda ichiga qo'yib qo'ygan Telegram kanalimda silkasi bor. Bemalol o'tib turib ulansanglar bo'ladi. Обязательно o'tkazib olmasligingiz uchun Instagram, YouTube tarmoqlarimizga hammasiga podpiskani bosib qo'ying. Hammaga like kutib qolaman atvetni.